Agarda sizni sudga chaqirishsa, siz o'zingizni himoya qila olasizmi? Odamlar advokatni faqat sudda kerak bo'ladi deb o'ylashadi. Advokat o'zi kim? Advokat bo'lish uchun qanday talablar lozim? Keling shu haqida qisqacha ko'rib chiqamiz. Avvalo konstitutsiyamizga yuzlansak. Konstitutsiyamizning 24-bobi advokaturaga bag'ishlangan bo'lib, 141-142 moddalarni qamrab oladi. Konstitutsiyamizning 141-moddasida jismoniy va yuridik shaxslarga malakali yuridik yordam ko'rsatish uchun advokatura faoliyat yuritadi deya belgilab qo'yilgan. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasining 1997-yil 9-yanvarda qonuniy kuchga kirgan advokatura to'g'risidagi qonuni ham advokatlarning faoliyatini tartibga soluvchi asosiy manba bo'lib xizmat qiladi. Ushbu qonunning 1-moddasida advokaturaga quyidagicha ta'rif berilgan. Advokatura huquqiy institut bo'lib, u advokatlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi shaxslar hamda xususiy advokatlik amaliyoti bilan shug'ullanuvchi ayrim shaxslarning mustaqil, ko'ngilli, kasbiy birlashmalarini o'z ichiga qamrab olishi keltirib o'tilgan. Ya'ni ko'rishimiz mumkinki, advokatura O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga, fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga, chet el fuqarolariga, korxona, muassasa, tashkilotlarga malakali yuridik yordam ko'rsatishni amalga oshirar ekan. Advokat bo'lish uchun qanday talablar mavjud? Advokatura to'g'risidagi qonunimizning 3-moddasi bu haqida bizga batafsil ma'lumot beradi. Ya'ni oliy yuridik ma'lumotga ega bo'lgan, advokatlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqini beruvchi litsenziyani belgilangan tartibda qo'lga kiritgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi advokat bo'lishi mumkin. Demak, advokat bo'lish uchun 3 ta talab kifoya ekan. Ya'ni belgilangan tartibda litsenziyani qo'lga kiriting, oliy yuridik ma'lumotga ega bo'ling va O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'ling. Bemalol advokatlik faoliyati bilan shug'ullanishingiz mumkin bo'ladi. Belgilangan tartibda muomalaga layoqatsiz yoki muomala layoqati cheklangan deb topilgan. Shuningdek, sudlanganlik holati tugallanmagan yoki sudlanganligi olib tashlanmagan shaxslarning advokatlik faoliyati bilan shug'ullanishiga yo'l qo'yilmaydi. Nafaqat advokat sifatida, oddiy inson sifatida huquqiy bilimlaringizni kengaytirsangiz, hayotingizda shuncha kam huquqiy muammolarga duch kelasiz va hattoki bu sizga xuddi advokatdek fikrlash imkoniyatini beradi. Shunday ekan, huquqiy bilimlaringizni biz bilan kengaytiring va kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.